Bir ulug' zotning oldiga, bir shayxning oldiga bir muridi kelib aytgan ekan, "Taqsir, men bozorda o'tiraman, do'konda o'tiraman, har xil xotinlar keladi, yonimga savdo qilgani. Ularga hech qaramaslikning iloji yo'q. Savdo qilmay desam, uni ham ilojisi yo'q. Qanday qilib turib xotinlarga qarashdan o'zimni tiysam bo'ladi?" desa, shayxni davolash uslubini qarang. U kishi aytgan ekanlar, qo'liga bitta stakanga sutni quyib berib, to'ldirib berib, aytgan ekan, "Mana shu sutni olib, bir shayxning oldiga olib borib tashab kelasan. Sharti shuki, shu sutni o'zing savdo qiladigan bozorning ichidan olib o'tasan" debdi. Agar shuni bir tomchisini yerga to'kib yuboradigan bo'lsang, ketib turganingda, mana u odam seni oldingda yuradi, shu odam quloqing tagiga bir shapaloq uradi debdi. U qo'yib qo'ygan odam ham go'shtlikkina, yog'liqqina odam ekan. Shu bozordan endi qo'liga haligi stakanga mani to'ldirib olib, Hindistonda bo'lgan voqea bu narsa. Ketib turganda shu Alloh ishga to'kib qo'ymaydi, buni araga nimani kuzatib turganini bilib ketyapti endi haligi polvonda. Shunday qilib ikkinchi shayxning oldiga sutni olib borib tashab, o'zini xursandligini izhor qilgan kelibdi. "Hazrat, alhamdulillah borib tashab keldim. Bir tomchidan to'kmadim" debdi. Xotinlarni ko'rdingmi yo'lda dedilar. "Ta'sir qarashga hayolimga ham kelmadi" debdi. Vaqtiga bir inson o'zingga o'xshagan bir insonni o'lsa chirib sasib ketadigan, qurtga yem bo'lib ketadigan odamni zarbasidan qo'rqib, uni kuzatib turganini, uni nazoratidan qo'rqib turish, shunchalik gunohdan saqlanib turgan bo'lsa, Xudoning nazorati undan ko'ra kuchliroq emasmi deydi.